Barcha o'zbekistonliklarga salom. Kanalimga xush kelibsiz. Avvalo obuna bo'lishingizni va like tugmasini bosishni unutmaysiz deb umid qilaman. O'zimni tanishtirmoqchiman. Men Esmer Muradova bo'laman. Home Life Ozarbayjon kompaniyasining yuqori lavozimli yetakchisiman. Bugun men sizlarga Home Life kompaniyasining marketing rejasini chizib ko'rsataman. Men ushbu kompaniyadan juda ko'p daromad topdim. Sizning ham daromad topishingizni istayman. Bu Home Life'ning foyda rejasi. Hozirda bu Ozarbayjonda amal qiladi. Kompaniya O'zbekistonda ochilganda bu yerda Home Life Uzbekistan yozuvi paydo bo'ladi. Bu kompaniyaning asoschisi Sheyda Yenigun. Bu to'liq rasmiy sertifikatlarga ega Turkiya kompaniyasidir. Ozarbayjondagi bosh direktor Nijat Pashayev. Kompaniya kimyoviy moddalarsiz tabiiy mahsulotlar ishlab chiqaradi. Videoni ko'rsatib bo'lganimizdan keyin davom etamiz. Takım olduk onunla, başarıya doğru yolla, hayaline ulaş onunla. Türkiye'de ve dünyada kaliteyi yakala, iyi ürünü ekip onda. Bak aradığın ne varsa çok yakınında var artık Honda. Doğanın hediyesi, güvende gelecek tüm nesiller. Çocuklarımız için siz de en doğruyu seçin. Bitkisel, her şey güzel. Bitkisel, sensin özel. Bitkisel, her şey güzel. Bitkisel, sensin. Bu yerdagi tizim boshqa kompaniyalardagi tizimlarga o'xshamaydi. Nega deysizmi? Hozir tushuntiraman. Men boshqa bir kompaniyada ham muvaffaqiyatga erishganman, oltin direktor bo'lganman. Ammo bunday tizim, bunday kichik aylanma bilan karyerani tez ochishni va daromad olishni ko'rmaganman. Bu yerda qanday ishlash kerak? Avvalo bizning jamoamizda ro'yxatdan o'tasiz. Keyin sizni guruhga joylashtiramiz va o'qitamiz. Guruhga qo'shilishni istamaydigan, ishlashni xohlamaydigan, shunchaki mahsulot sotib olib sovg'alar olishni istaydiganlar ham bor. Bu ham mumkin. Ular ham menga yozib ro'yxatdan o'tishlari mumkin. O'zbek tilini bilmasligimni, lekin o'rganayotganimni darhol ma'lum qilaman. Ehtimol tuyulgan xatolar uchun uzr so'rayman. Ushbu kompaniyadan xarid qilganingizda bepul sovg'aga ega bo'lasiz. Agar siz biznes ochmoqchi bo'lmasangiz, faqat xaridlar uchun ro'yxatdan ochmoqchi bo'lsangiz, bizga yozing. Bu tizim binar emas. Tizimning nomi yangi Avlod Unilevel. Ushbu tizim boshqa kompaniyalardan nima bilan farq qiladi? Farqi shundaki, agar siz yuqori martabalarga erishmoqchi bo'lsangiz, 3 ta qo'llar bilan ham yashil brilliant, ya'ni Green Diamond darajasiga chiqish mumkin. Faqatgina shart shuki, sizdan keyin ko'plab direktorlar bo'lishi va ular ham yuqori martabada bo'lishi kerak. Bu siz uchun foydalidir. Shuning uchun lider ham har doim jamoada eng faollarni qidiradi va ularni direktor qilishdan manfaatdor bo'ladi. Direktorlik lavozimini ochish uchun pogonlardan ko'tarilish talab etiladi. Birinchi karyerimiz AKIK. AKIK 4000 CP'dir. CP bu kompaniyaning bulk tizimidir. Sizga ushbu lavozimni ochish uchun 4, 5, 6 nafar shaxs zarur bo'ladi. Bu sizdan so'ng 2, 3, 4, 9, 10 nafar xonim keladi, qo'shiladi. Bular siz taklif qilgan yoki jamoada mavjud bo'lgan xonimlar, taklif qilgan shaxslar bo'lishi ham mumkin. Biz bu yerda yolg'iz ishlamaymiz. Masalan, siz xaridni almoqni oshirdingiz 700 CP. Bu ayol 600 ishlab chiqardi. Bu 1000 CP. Bu ayol 1000 CP.
Bu biri xanım 1400 CP. Cami kimdə 4000 CP toplasa, o aki karyerasını oçkan hesablanadı. Əgər sizin şəxsi təklifləriniz mövcud olsa, onların barçası iki koldan, əgər ayol kişilər sonu koprok olsa, 3 koldan həm bölüşü mümkün. Siz olub kelgan insanlarını orqatasız, onlar həm öz cəmalarıqa xanımlarını təklif qılsınlar. Özbekistanda kompaniya açılgandan soň sizə daromaddan təşqari qotida nimalardır yazılgan holda keladi. Amma şu bilan birgə Home Life kompaniyasında yaxşı pul mövcud olub. Hər kim daromad topuşu mümkün. Xanımlar, hər bir karyerdə daromad mövcud. Amma bu daromad haqqında faqat Özbekistanda firma açılgandan soň bilib olamaz. Maaş juda yaxşı oladı. İkinci dərəcə safir 8000 CP. Akik Singari bu yerdə həm hər bir kişi oyğa bir marotaba xaridni amalga aşıradı və cəmuanı təklif etədi. Üçüncü dərəcə altın. Altın 12000 CP-dir. Altın 12%-dir. Xuddi şunday davam elədi. Dördüncü dərəcə zümrəd. Cəmi 20000 CP-dir. Yagona tuzilmə orqali martaba pogonasıqa erişiş mümkün. Lakin bu faydalı emas. Çünki yagona tuzilmədən olinadigan məbləğ azdır. Bu usul işləməyidigan və heç kimni təklif qılmaydiganlar üçün. Ular ushbu martabağa ko'tarilishləri mümkün, amma onda juda öz pul bo'ladi. Agar inson juda katta daromad olishni xohlasa, bu ishqa tanışlarını, dostlarını yoki ijtimoiy tarmoqlardagi kishilarni təklif qilishi zarur. Aynan shunda u juda yaxshi pul ishlaydi. Eng asosiysi shundaki, bu yerda turkuaz direktor martabasi uchta tuzilma bilan ochiladi. Ushbu uchta tuzilma orqali yashil brilliant, green diamond darajasiga ham erishish mümkün. Faqat buning uchun sizdan keyin jamoangizdagi ayollar ham pul topishlari va direktor bo'lishlari kerak. Ular yuqori martabaga ko'tarilsalar, siz ham ko'tarilasiz. Bu sizning manfaatingizdadir. Ushbu firma, ushbu tizim boshqa firmalar va boshqa tizimlardan farq qiladi. Lal karyeri cami 60.000 CP'dir. Kuvars 100.000 CP'dir. Ametist 165.000 cami CP'sidir. Və bir kolda turkuaz, ikinci kolda turkuaz, üçüncü kolda da zümrüt. Olursan kuvars. Diamond, green diamond. Green diamondla bir kolda ametist oldu. İkinci kolda kuvars, üçüncü kolda kuvars. 550.000 CP'dir. Bundan son kimdir yuqori karyera və koprok pul istəsə, o şəraitdə dördüncü kol açadı. O öz cəmuasını toplaydı. Ondan keyingi martabalar yanada yuqoriroq boladı. Tomoşa qılğanınız üçün təşəkkür. İkinci video Home Life kompaniyası Özbekistanda iş boşlaganda çıxadı və o iş maaş haqqında boladı.